bepoyon taklimakon, har bir qum donasiga singani minglarcha tomchi qon. Hayvatlik tangri tog', chochlaringni oqartqini hasrat va piroq. Qumliqqa singan barakatlik tarim, shohid bo'lg'ining minglarcha alam. Shahidona xotan, avlodlaring qayg'u bilan umid orasida tingirqimoqda. Azizona Qashqar, farzandlaring seni qutqizish uchun yo'l izlamoqda. G'oziyona Aqsu, yigit qizlaring kecha kunduz sana talpinmoqda. Qari shahar qayg'uda, Uchturpon tingirqaydi. Eli vodisi qarg'aylarni alamga shohid qilmoqda. Altay tog'lari oltindek farzandlari bilan vidolashmoqda. Sirliq Junqor o'ymonligi boyliqlarini yigitlari bilan qo'shib portlatmoqda. Qumul tog'larida zulm avj oldi. Turponda zolim yayramoqda. Ko'rli yoshlarning qonlari Qaydo daryosiga singib ketmoqda. Sanjida pichoq so'ngakka yetdi. Shixo shahidlar dardga patdi. Vatanimizning har bir g'irish tupriqi, har tomchi suv va butun qum donalari Xitoyga ho' bo'ldi. O'z ahvolimiz o'zimizga ayon bo'layotgan shu kunlarda muborak Qurbon hayiti kelyotdi. Shuning bilan birga umid uchqunlari qorong'u kechada tingirqab yurgan Sharqi Turkistonliklarga mash'al bo'lmoqchi. Zulmning shiddat bilan kuchayishi bizni adolatga ittirmoqda. Qorong'uning shiddat bilan ulg'ayishi tong yo'riqini chillamoqda. Biz Sharqi Turkistonliklarning dili oldimizdagi Qurbon hayit namozini hayitgohda, Eli Baytullohda, Xon Tangrida, Xotan Baytullohda, Aqsu Rasta, Xoniqoda, Qumul va Oltoyda, Cho'chak va Bo'rtaloda, Qarmay va Ko'rlida, Kuchar Xoniqoda, Yakan Oltunluqunda, qisqasi Sharqi Turkistonning tamomida ado qilish orzusi bilan o'rtinmoqda. Tasavvurimizda oy yulduzliq ko'k bayrog'imiz vatanimizning barliq shahar, nahiya va yezi qishloqlarida javlon qilmoqda. Hayit tantanasi boshqacha xushallik kayfiyatini shakllantirmoqda. Qashqar ko'chalarida 7 yerda 7 qitim takbir to'lab mangan jamoat shovqullig'an Eli daryosining dahshatlik iqinini asladib, Yetgoh jamiasiga qarab sal bo'lib oqmoqda. Xotan shahri boshqacha xushal. Chuqur bozorda oyam tantanasi, Urumchi texmi xushal. Do'nko'rik boshqacha yasangan Elining qarg'aylari, Tarimning yayloqlari, Taklimakonning qum va to'g'roqlari, qurib ketgan Lopnur ko'li, Dardman Sayram, Notivan Bag'rosh, Oqvosh Tangritog', tog'dagi qor laylisi, Altayning yayloqlari, mana bularning hammasi oyam tantanasi qilyotmoqda. 200 yillik asorat zanjiri pochoqlandi. 200 yillik jaholat zulmati tong nuriga ulashdi. Sutuq Bug'roxon, Tug'luq Temirxon, Sulton Saidxon, Ishbarxon, 7 qizlarim, Nusugum, Yoqubbek Badavlat, Abduqodir Damullam, Sobit Damullam, Elixon To'ram, Ahmadjon Qosimlarning shonliq tarixi qaytadan jonlanmoqda. İsa Yusuf Aliptekin, Muhammad Emin Bug'ra, Mas'ud Sabri Baykozi, Abdulhakim Xon Maqsumajimlarning armonlari amalga oshmoqda. Butun Sharq Turkiston Qurbon hayitini tabriklamoqda. Ashu muborak kunlarning tez fursatda yetib kelishini umid qilgan holda Qurbon hayitinglarni tabriklaymiz. Hurmat bilan Sharq Turkiston yangi nasl harakati.